Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Fizika fanidan navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimizni boshlaymiz. Bugungi ma'ruza mashg'ulotimiz fizika 2 fanidan ikkinchi semestr bo'yicha, ya'ni bahorgi semestr bo'yicha 8-ma'ruza bo'ladi. Ma'ruzamizning mavzusi optika kvant mexanikasining asoslari bo'yicha bo'lib o'tadi. Fizikadan ma'ruza mashg'ulotlarini men Kamiljon Abdushamovich Papajonov fizika matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori olib boradi. Keling, ma'ruza rejasi bilan tanishib o'taylik. Demak, bugungi ma'ruzamiz o'zidan ko'rinib turibdiki, demak, yorug'likning dispersiya hodisasiga bag'ishlanadi. Bu ko'rib turganingiz, demak, tabiatda dispersiya hodisasi o'sha ya'ni yomg'irdan keyin bulutlar orasida, demak, tomchilarda yorug'likning sinishi tufayli kamalakning paydo bo'lishi bu dispersiyaga asoslanadi. Ma'ruza rejasi bilan tanishib o'tamiz. Birinchi yorug'lik dispersiyasi, ikkinchi normal va anomal dispersiya, uchinchi dispersiyaning klassik elektron nazariyasi, to'rtinchi yorug'likning yutilishi va sochilishi, beshinchi yorug'likning qutblanishi, oltinchi yorug'lik nurlarining qaytishi va sinish qutblanishi, sinishda qutblanishi, yettinchisi qo'sh nur sinishi va nihoyat 8-chi rejamiz bu qutblanish tekisligining aylanishi haqida suhbatlashamiz. Demak, yorug'likning dispersiyasini birinchi bo'lib ingliz fiziki Isaac Newton tomonidan amalga oshirilgan. 1666-yilda bunda o'sha shisha prizmaga yorug'lik oq nurlari dastasi tushadi va natijada shishadan sinib o'tgan oq yorug'lik dastasi turli rangdagi o'sha yorug'lik nurlarga ajraladi. Bular yuqoridan tartib bo'yicha ko'rib o'tadigan bo'lsak, demak, qizil, to'q sariq, yashil, havorang, ko'k va binafsha tartibda joylashadi. Buni joylashish ham bejiz emas. Bir de qizil rangni shishadan o'tishdagi sinishi, demak, o'sha eng kichik bo'ladi. Buning sababi, demak, yorug'lik tezligining eng kattaligi bu yerda, demak, binafsha rang eng ko'p katta burchakka og'adi va bu yerdagi hosil bo'lgan o'sha 7 rangni, demak, o'sha spektr deb ataladi fizikada. Demak, yorug'likning dispersiyasini ta'rifiga to'xtalib o'tsak, muhitning en sindirish ko'rsatkichini nu yorug'lik chastotasiga yoki to'lqin uzunligiga bog'liqligi yorug'likning dispersiyasi deb ataladi. Dispersiya natijasida prizmadan o'tgan oq nurlar dastasi spektrga yoyiladi. Dispersiya faqat monoxromatik bo'lmagan nurlarda kuzatiladi. Qizil nur to'lqin uzunligi 600 va 800 nanometr bo'lgan diapazonda yotadi va qizil nur bu monoxromatik nur bo'lganligi sababli shisha prizmadan o'tgan paytda, demak, u dispersiya hodisasiga uchramaydi. Keling, o'sha qizil nurni shisha prizmadan o'tish jarayonini ko'rsak. Mana. Demak, bu yerda qizil nur dastasi shisha prizmadan o'tgan paytda u demak, monoxromatik nur bo'lganligi sababli dispersiya hodisasiga uchramaydi, ya'ni dispersiya sodir bo'lmaydi. Keling, o'sha yorug'likning dispersiyasi bo'yicha bitta videorolik jarayoni bilan tanishib o'taylik. Biz yorug'lik tarqatdik. Mana bu yo'nalishda, mana gorizontal yo'nalishda yorug'lik tarqaldi. U havoda tarqalib kelayotgan edi va keyin havo suv chegarasiga yetib keldi. Qanday hodisa ro'y beradi? Mana bu yerda havo hamda suv chegarasiga o'tkazilgan normal chiziqni ifodalab olaman. Normal chiziq bu ikki muhit chegarasiga perpendikulyar o'tkazilgan
chiziq hisoblanadi. Mana bu yordamchi chiziq. So'ngra ikki muhit chegarasiga yetib kelgan mana bu yorug'lik nuri nima bo'ladi? U sinishga uchraydi. Ya'ni ikkinchi yangi muhitga o'tganidan keyin u tabiiyki sinadi. Endi bu yerda tushish, sinish burchaklari hamda sindirish ko'rsatkichlari orasida qandaydir bog'liqlik bor edi, yodingizda bo'lsa. Agar mana bu suvning sindirish ko'rsatkichi N2 ga teng bo'lsa, ya'ni bu yangi muhit. Havoning sindirish ko'rsatkichi N1 ga teng bo'lsin. Bu avvalgi muhit. Bundan tashqari bizda tushish va sinish burchaklari bor. Mana bu tushish burchagi alfa. Mana bu esa sinish burchagi beta. Endi mana shu fizik kattaliklar orasidagi bog'liqlikni Snellius qonuni bizga o'rgatar edi. U qanday? Mana yozib qo'yaman. Snellius qonuni. Unga ko'ra N1 ko'paytirilgan sinus alfa teng N2 ko'paytirilgan sinus beta. Birinchi muhit uchun kerakli bo'lgan kattaliklar, ya'ni birinchi muhitning sindirish ko'rsatkichi va birinchi muhitdagi mana bu burchak, tushish burchagi. N2 ikkinchi muhitning sindirish ko'rsatkichi va beta ikkinchi muhitga o'tishdagi sinish burchagi. Endi shu yerda tushish burchagi va birinchi muhitning sindirish ko'rsatkichi o'zgarmagan holda, agar biz ikkinchi muhitning sindirish ko'rsatkichini orttirsak, ya'ni mana bu yerda N2 ning qiymati ortsa, ko'paytma o'zgarmasdan qolishi uchun sinus betaning qiymati kamayishi kerak. Sinus betaning qiymati kamayishi uchun beta burchakning qiymati kamayishi kerak. Ya'ni bu nima degani? Agar mana bu yerdagi ikkinchi muhit, ya'ni suvning, deylik boshqa bir muhitga almashtiramiz, suvning sindirish ko'rsatkichi o'zgaradi boshqa muhitga aylanganidan keyin N ning qiymati ortadi. N ning qiymati ortganida betaning qiymati kamayib, mana bu nurning sinish burchagi kichikroq bo'ladi. Ya'ni mana bundayroq bo'ladi. Tasavvur qilyapsizmi shuni? Va aksincha, agar ikkinchi muhitning sindirish ko'rsatkichi kamaytirilsa, biroz mana kamaytirdik, unda nima bo'ladi? Ikkinchi muhitning sindirish ko'rsatkichi kamaysa, mana bu burchakning qiymati biroz ortadi. To'g'ri chiziq bilan chizamiz. Mana bunday. Demak, dastlabki holat mana bu edi. Agar muhitning sindirish ko'rsatkichi ortsa, bunda nurning sinish burchagi kamayadi. Mana bu tarafga qarab qoladi. Ya'ni biroz bu tarafdan ketadi. E'tibor bering, burchakning qiymati kichikroq bo'lib qoladi. Va aksincha, muhitning sindirish ko'rsatkichi kamaysa, sinish burchagi ortib, burchak endi mana bu qiymatni qabul qiladi. Endi ajoyib bir holatga e'tibor bering. Mana shu nur tarqatadigan qurilmadan oq yorug'lik nurini tushirdik. Havo hamda suv chegarasiga, ya'ni ikki muhit chegarasiga oq yorug'lik dastasini tushirdik. Endi nima bo'ladi? Aslida biz oq yorug'lik dastasi deb ataydigan narsa yoki mana bu nur bitta nur emas, balki kamalak ranglaridan tashkil topgan, turli chastota va to'lqin uzunligiga teng bo'lgan to'lqinlarning jamlanmasi hisoblanadi. Ya'ni yorug'lik to'lqinlarining jamlanmasi hisoblanadi. Ular mana bunday. Kamalak ranglari 7 ta, men bu yerga 5 tasini chizdim. Qizil, jigarrang, sariq, yashil, ko'k, bu yerda binafsha ham bor yoki to'q ko'k rang ham bor. Aslida ranglar juda ham ko'p. Ulardan asosiylarini mana chizdim. 5 tasini chizdim. Demak, oq yorug'lik dastasi deb ataydigan nurimiz bizda aslida har xil chastota, har xil to'lqin uzunlikdagi biz rang deb qabul qiladigan nurlarning jamlanmasidan iborat ekan. Endi men shu yerda ikki muhit chegarasiga normal chiziq tortib olaman. Yordamchi chiziq bu, bizga kerak bo'ladigan. Bundan avvalgi holatda ham chizganimiz mana. Sinishlarni osonroq tasavvur qilishimiz uchun kerak bo'ladi yorug'lik nurlarning sinishlarini. E'tibor bering.
nurlarning barchasi bir xil burchak ostida tushyapti, alfa burchak ostida tushyapti, lekin endi ular ikkinchi muhitga o'tishganidan keyin rang nurlari sochilib ketib qoladi. Ya'ni e'tibor bersangiz, ularning, ya'ni ranglarning turiga qarab sinish burchagi turlicha bo'ladi. Bu yerda mana bu havo rangga to'g'ri keladigan to'lqin yoki nur ko'proq singan, sinish burchagi kichik, avvalgi harakat yo'nalishiga, tarqalish yo'nalishiga nisbatan ko'proq singan va aksincha mana bu yuqori chegaradagi qizil rangli nur kamroq singan avvalgi yo'nalishiga nisbatan, harakat yo'nalishiga nisbatan. Avvalgi harakat yo'nalishi deganda siz mana bu yo'nalishni tushunishingiz mumkin bo'ladi va bu hodisa, ya'ni mana shu yorug'lik nurining turli xil ranglarga ajrab ketish hodisasi fizikada dispersiya qonuni bilan tushuntiriladi yoki dispersiya hodisasi deyiladi. Yozib qo'yaman. Dispersiya. Dispersiya bu nima? Dispersiya bu muhit sindirish ko'rsatkichining unga tushayotgan yorug'likning to'lqin uzunligiga bog'liqligidir. Biror fizika o'qiyotgan yoki fizikadan xabari bor bo'lgan odamdan so'rasangiz, suvning sindirish ko'rsatkichi nechaga teng deb, u yoki yoddan aytadi yoki biror formula, qo'llanmalardan foydalanib suvning sindirish ko'rsatkichi 1.33 ga teng ekanligini aytadi sizga. Lekin bu aslida bizda qizil yorug'lik nuri uchungina o'rinli bo'lgan son hisoblanadi. Shuni unutmangki, agar mana bu to'lqin uzunligi kichik bo'lsa, ya'ni ikki muhit chegarasiga tushayotgan to'lqinning uzunligi qay darajada kichik bo'lsa, muhitning shu to'lqin uchun bo'lgan sindirish ko'rsatkichi kattaroq bo'ladi va aksincha to'lqin uzunlik kattaroq bo'lsa, sindirish ko'rsatkichi kichik bo'ladi. Mana bu yerda ham lyambida qizil deyman, mana qizil va lyambida havo rang. Ochko'k yoki havo rang. Oraliqdagi ranglar uchun ham o'rinli. Men ikkita chegara haqida gapiryapman hozir. Sizga ma'lumki, qizil rangli nurning to'lqin uzunligi havo rang to'lqin uzunligidan katta hisoblanadi. Bundan kelib chiqadiki, qizil rang uchun, misol uchun, suvning sindirish ko'rsatkichi demak kichikroq bo'lar ekan. Kichikroq bo'lgani uchun ham qizil rang kamroq sindi va aksincha havo rangga to'g'ri keladigan to'lqin uzunligi kichikroq va mos ravishda to'lqin uzunligi kichik bo'lgani uchun muhitning mana shu havo rang uchun bo'lgan sindirish ko'rsatkichi kattaroq bo'lar ekan. Umumiy holatda mana shu ranglarni mana bu yerda ifodalab olsak, deylik, suv uchun aytayotganimizda, suvning misol uchun qizil rang uchun sindirish ko'rsatkichi agar 1.33 ga teng bo'lsa, havo rang uchun sindirish ko'rsatkichi 1.34 ga teng bo'ladi. To'lqin uzunligi mana yuqoridan pastga qarab harakatlanganimizda hozir mana shu ranglar bo'ylab to'lqin uzunligi kamayib boradi, mos ravishda muhitning sindirish ko'rsatkichi esa ortib boradi. Ranglarni qo'shsak, deylik, to'q ko'k rangni, so'ngra binafsha rangni qo'shsak, unda muhitning sindirish ko'rsatkichi borgan sari ortib boraveradi va sinish burchagi kichikroq bo'ladi. Dastlabki harakat yo'nalishi yoki tarqalish yo'nalishiga nisbatan ko'proq burchakka og'adi. Mana shu hodisa demak dispersiya hodisasi deyiladi. Demak, o'sha prizmadan yorug'likni dispersiya jarayonni videorolikini tomosha qildik. Buni bizga juda yaxshi tarzda o'zbek tilida yaxshi tushuntirib berildi. Demak, endi bu yoqda dispersiyaga oid bo'lgan fizika qonunlari, ya'ni formulalar bilan tanishib o'tamiz.